siz ibratning izidagi nur, siz qudratning ko'zidagi nur, ona vatan, ota makonda ozod xalqning so'zidagi nur. Vatanni sevish va uning uchun jonni fido qilish an'anasi bizga ota-bobolarimizdan o'tgan muqaddas merosdir. Bardam bo'lsin yagdil odam avlodlari, bo'lsin yaxli ro'yi jahon go'zal vatan, cho'lpon go'zal Turkiston deb yig'lagandi, cho'lpon go'zal Turkiston deb yig'lagandi, men kuylagim O'zbekiston go'zal vatan. Millatni birinchi birligini sababchisi bu harbiylarimiz. Xalqaro maydondagi eng zamonaviy harbiy infratuzilmalarga ega bo'lganligimizni baralla ayta olaman. Tadbirkorlar o'zining ishini qiladi, sanoatchilar o'zining ishini qiladi, siyosatchilar o'zining ishini qiladi. Sizlarning ishinglar, o'zinglarni harbiy biliminglarni katta mutaxassis bo'lishingiz kerak. Bu ulug' ayyom faqatgina harbiylar bayrami emas. Bu kun vatan taqdiri bilan uning tinchligi, sha'ni va javobgarligi o'z zimmasiga olgan fidoyi har bir insonning bayramidir. Egniga harbiy libos kiyish bu shunchaki forma emas, bu fidoyilik. Bu kerak bo'lsa shaxsiy manfaatlarni chetga surib, vatan manfaatini birinchi o'ringa qo'yish demakdir. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati nomidan samimiy muborakbod etaman.